Всем hi o'rtoqlar, hozir sizlar bilan amerikanskiy pechenye qilamiz. Amerikanskiy pechenye bunaqa qilmaydi-ku deb menga negativ yozmanglar. Что bu retsept, mana retseptim. Xo'p, 200 g margarinni terka qilib olamiz va mana shunaqa un solib kroshka qilib olganimizdan keyin 4 ta tuxumni sarig'ini, faqat sarig'ini xamir ustiga solamiz. Boya kroshkamizni ustiga solib, oqini olib qo'yamiz. Oqini nima qilish mumkin desanglar, xolodilnikka olib qo'ysanglar, ertaga men sizlarga yangi video chiqazaman, o'sha videoda ko'rib olsanglar bo'ladi. Keyin mana shunaqa vanilin solamiz, razlikitr solamiz. Ko'p odamlar pechenyega razlikitr solmas ekan, no men soldim. Keyin shakar solamiz. Hamma proporsiyalarni videoning tagida yozib qoldiraman. Mana shunaqa xamirimizni mushlab qo'yib qo'yamiz. Potom shokoladimizni uyimizda bor shokoladni mana shunaqa to'g'rab xamirimizga solamiz. Keyin yaxshilab mushlab xamirimizni mana shunaqa qilib olamiz. Xuddi mana shunaqa bo'lgandan keyin yarim soatga xolodilnikka jo'natib yuboramiz. Yarim soatdan keyin xamirimizni olib, mana shunaqa yong'oqdan sal kattaroq bo'lgan zuvalachalar olamiz-da, mana shunaqa qilib olamiz. Tayyor bo'lgan pechenyegalarimizni 200 gradusga 35 minutga jo'natib yuboramiz. И вот pechenyegalarimiz tayyor. Buni lattelar bilan, kofelar bilan, любой narsa bilan yeb olsanglar bo'ladi.